Shaharda bu zumradlar yetarlimi yoki bilmayman. Agar mabodo yetmasa nom bilan to'larman. Hammaga salom, mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening yangigina videoyimga. Hozir men esa Birinchi qishloq shahriga ketyapman. Bilasizmi, men o'sha yerda o'zimni uyimni qursam kerak deb o'ylayapman. Chunki u yerda tez-tez ish bilan boraman. Menga yoqqandan emas, chunki yo'l haqiqatan ham uzoq yo'l, juda qiyin, lekin buning ahamiyati yo'q bolalar. Ular aytgandek, biz u yerga yetib boramiz. Hamma narsani hal qilganimizdan keyin yana qaytib kelamiz. O'ylaymanki, men 2 kundan keyin qaytib kelaman. Xo'sh, kutib turing. U yerda nimadir bo'lyapti chog'i. Bu uydan qanaqadir tovushlar eshitilmoqda. Xo'sh, qishloq odami, endi yuzni neytral yuz bilan neytral yuzga bog'lasangiz. Xo'sh, kirib voy, to'g'urdi-ku. Bu yer to'kma nima bo'ldi, voh. Eshikka teginni va tap bitib to'kurdi. Bu haqiqatan ham yoqimsiz edi. Ha mayli, kutib turing. Men uni tezda ochishga harakat qilaman. Bu nima? Balki hozir bu yerda nima bo'lyapti? Kimdir menga nima bo'layotganini ayta oladimi? La'nati, bular nima bo'ldi? Oy, qiziqqanimdan hamma nonni yeb qo'yibman. Bir daqiqa, bu yerda o'zi nima bo'lyapti? Nega bu yerda ko'p g'alati narsalar bor? Hayratli bloklar, hamma joyda simlar va har xil murakkab mexanizmlar bor. Va bu yerda nima bo'lyapti? Nimadir uchib ketyapti, qarang. Bu haqiqatan ham porlab turibdi. Bu haqiqatan ham xavfli ko'rinadi. Yoki qandaydir shirinliklarmi? Jigarrang qishloqi, qutbni 4 ga kamaytir. Meni tushundingmi? Polarlik 4 ga kamaydi. Bajarildi. Nima, qanday qutblik? Ular nima haqida gaplashmoqda? Oy, kechirasiz. Qishloqlar, bu yerda nima bo'lyapti? Salom Kompot. Kechirasiz, biz juda bandmiz. Ha, ko'ryapman, siz bandsiz, lekin nima bilan bandsiz? Kompot, biz sinxron faza otron qurmoqdamiz. Sinxron nima? Asosan Kompot, siz bilmaganingizdek biz aql bovar qilmaydigan makon va vaqtni egishni rejalashtirmoqdamiz. Ammo nega? Faqat o'yin kulgu uchun. Faqat o'yin kulgi uchun? Jiddiy aytyapsizlarmi? Agar mendan so'rasangiz, bu juda xavfli deb o'ylayman. O'sh Kompot, rostini aytsam, siz faqat shunday deb o'ylaysiz. Ammo agar biz buni bartaraf etsak, cheksiz elektr energiyasiga ega bo'lamiz. Bizga cheksiz vaqt bo'ladi. Bizda cheksiz zumradlar bo'ladi. Bizning qishlog'imiz ham cheksiz bo'ladi. Albatta bu juda zo'r eshitiladi. Lekin bir narsa menga aniq aytadiki, siz buni uddalay olmaysiz. Nimaga? Bizni professional olimlar emasmiz, deyapsizmi? Xo'sh, hech bo'lmaganda ha. Va eng ko'p bularning barchasi yog'och uyda qilyapsiz. Nima farqi bor, Kompot? Bularning barchasini qayerda qilganimiz? Nima bo'lishidan qat'iy nazar biz buni amalga oshiramiz. Tushundim qishloqlar. Sizga omad. Men sizni to'xtatishga harakat qilmayman. Hech narsa ish bermasligiga o'zingiz ko'rasiz. Men buni ko'rishni ham istamayman. Bolalar, men bu yerdan ketaman. Bilasizmi nima? Qishloqqa jo'nab ketishim kerakligidan xursandman. Bu yerda nima bo'lishi mumkinligini kim biladi? Bizga ishonmaydi. Xavotir olmang, oq kiyim kiygan qishloqi. Biz buni uddalay olishimiz kerak. Mayli, men vaqtni behuda sarf qilmaslikni va imkon qadar tezda ishlashni qaytishni maslahat beraman. Endi biz tizimimizni birinchi marta ishga tushirishga harakat qilishimiz kerak. Shuning uchun ketaylik. Favqulodda quvvatini hozir o'chirish ajoyib. Ok, endi qutbni 9 ga o'rnattiring. Kutib turing, bu parametr shunchaki sakrab chiqmoqda. Ushlab turing. Oson bo'lishi kerak hammasi. Hammasi yaxshi. Tushunmadim, biz nega shu yerda turibmiz? Qachon davom etamiz? Kechirasiz yigit, negadir mashina ishlamayapti. Nega? Qanday qilib u ishlamaydi? To'g'ri, ishlamayapti. Mashina barcha elektron qurilmalari uchib ketgan. Bu g'alati, yangi mashinaga o'xshaydi. Ha, bu hech qachon sodir bo'lmagan. Mayli, kechir. Seni qishloqqa olib bora olmayman. Zumradlaringni qaytarib beraman. Xo'sh, yaxshi. Yordamingiz uchun rahmat. Men oldinga borib boshqa taksi chaqiraman. Oy, nega mening telefonim ishlamayapti? Signal yo'qmi? Signal yo'qligida ham emas, shunchaki telefonim ishlamayapti. Shunchaki yoqilishi kerak edi, lekin yoqilmayapti. Haqiqatdan ham g'alati. Mayli, yuring, qishloqqa piyoda borasiz. To'g'ri, men qishloqqa piyoda boraman. Menimcha shunday qilganim yaxshi. Ha, davom eting. Men bu borada mashinani tuzatishga harakat qilaman. Xo'p, menda hammasi yaxshi. Rahmat, sizga omad. Bolalar, negadir hammasi g'alati. Negadir mashina buzilib qoldi, telefonim buzilib qoldi. Bugun nimadir buzilmoqda va menga unchalik yoqmaydi. Ha, mayli, biz allaqachon qishloqqa yaqinlashyapmiz. To'xtang. To'g'ri joyga kelganimga ishonchim komilmi? Hududimiz juda tanish ko'rinadi, lekin nariroqda qishloq raqamiga o'xshamaydigan bir bino bor. Turing, bu yerda nimadir g'alati. What? Bular nima? Rostini aytsam, bular nima?
Men hech narsani tushunmadim. O'zi mening qishlog'im qayerda? Bu g'alati uy o'zi bu yerda nima qilyapti? Aslida biroz bu g'alati. Devor qandaydir tarzda singan va egri. Agar men uning atrofida aylanib yursamchi, kutib turingchi, men qishlog'imdagi temirchini uyiga borishni xohlayman. Bu shu yerda bir joyda bo'lishi kerak. Tushunmadim. Bu uy nimaga tugamayapti? Hayronman. Men yurishda davom etaman, lekin uy shunchaki davom etmoqda. Yo'q doim, nima bo'lyapti men tushunmayapman. U hali ham davom etmoqda. Uyning biron joyi tugashi kerak, lekin hozircha u shunchaki davom etmoqda. Qarang, uy kelib yer ostiga tushib ketadi. Davom etaveradi. Hech qachon tugamaydi. Kuting, bu uy o'zi qachon tugaydi? Hayronman. Voy kuting, men allaqachon bu yerda bo'lganman. Kutib turing. Demak men bu yerda keldim. Shu uyni aylanib chiqdim va boshlangan joyimga qaytib keldim-ku. Bu yumaloq yoki shunga o'xshash narsami? Yoki bu dumaloq yoki nimadir? Bilmadim to'g'risi. Hey, men uchun eshikni ochasizmi? Mayli. Bu yerda hech kim qaramayapti. Bu nima? Qarang bolalar, bu uy cho'zilganga o'xshaydi. Qandaydir g'alati. Bu yerdagi narsalarning diagonali o'zgarib ketgan. Men ilgari Minecraftda bunday uylarni ko'rmaganman. Bu qandaydir qo'rqinchli joyga o'xshaydi. To'g'risini aytsam, qo'rqyapman. Hoy, bu yerda kimdir bormi? Bu yerda 13-sonli qishloq bor edi. Lekin hozirda u g'alati. Yumaloq bor. Boshim shifga urilib ketdi. Keling, bu bloklarni barchasini olib tashlashga harakat qilamiz. Uy egasiga qarshi bo'lmasa deb umid qilaman. Lekin aslida nega qarshi bo'lish kerak? Sizlarga o'zi aytayapman-ki, bu yerda 13-sonli qishloq bo'lishi kerak. Lekin bu yerda boshqa narsa bor. Hali ham uyga keldik. Yana yumaloq uy. Hey, bu uyda o'zi kim qurgan? Bu yerda nima bo'layotganini kimdir tushuntirib beradimi? Voy, bu nima? Hey, kechirasiz, binafsha rangli qishloqi. Bu sizmisiz? Hey, binafsha rangli qishloqi, senga nima bo'ldi? Sen tuzukmisan? Nega sen makaronga o'xshab qolding? Makaronga. Hey, qishloqdosh, sen nega jimsan? Nega men bilan gaplashmayapsiz? Go'yo muzlab qolgandek. Bolalar, bu bizning qishloqdoshimiz. Bu bizning qishlog'imizdan kelgan qishloq odami. Lekin nega u bunchalik g'alati? U xuddi mana shu uy kabi uzun, bo'yli va egri-bugri bo'lib qolgan. Balki oxir-oqibat umuman adashmaydigan odamni toparman va keyin hammasi yaxshi bo'ladi aslida. Voy, bu qishloq-ku. Qishloq aholisi, sizlar meni aldayapsizlarmi yoki nimadir bo'lganmi bularga? Bu yerda qandaydir anomaliya yuz bermoqda. Go'yo g'alati narsalar bo'lyapti. Uylar buzilgan, qishloqlar esa qanaqadir uchib ketmoqda. Hattoki qotib qolishgan. Go'yo makon va vaqt to'xtab qolgandek. To'xtang, shoshmay turing. Bir narsa esimga tushib ketdi. Kompaniya biz haqiqatan ham makon va vaqtni birgalikda buzib ko'rsatishni rejalashtiryapmiz. Jigarrang kiyimdagi qishloqi va oq kiyimdagi qishloqi. Hey, ikkalangiz, meni eshityapsizlarmi? Qayerdasiz? Vaqt to'xtatdingizmi? Vaqt to'xtagan. Qarang, bu yerda soatlar uchib yuribdi. Vaqtlar to'xtab qolgan, hatto raqamlar, soatlar ham. Endi mening maqsadim oq kiyimli va jigarrangli qishloqni topish. Xo'sh, mayli, yuguramiz. Voy, olmos bloklar. Bu yerda nimadir g'alati. Parkurmi? Xo'p, qarang. Garchi bu yerdan poldan uchqunlar uchib ketayotgan bo'lsa ham, men o'zimni parkur bilan shug'ullanaman. Xo'sh, bu yerdan o'tib ham bo'lmas ekan. Voy, davay, to'xta. Nima uchun pol juda sovuq va issiq? To'xta. Voh, jonim ketishga davom etyapti. Voy, to'xtasin ish qilib. Men endi pastdan o'tmayman. Men endi parkur qilib o'tishimga to'g'ri keladi. Qani sakraymiz. Voy, shiftga boshim tegdi. Xo'p, bu yerdan chiqib ketishimiz kerak. Yana bu blok. Nega bu parkurdan o'tishimga to'g'ri kelyapti? Bu yerdagi diamantlar ham, bloklar ham o'zgargan, shaklini mutlaqo o'zgartirgan. Bu yerda o'zi nimalar bo'layotganini bilmayman. To'g'risini aytsam, qishloqlar rostdan ham buni qilishibdimi? Va nihoyat bu yerga tushdik. Keling, polni tekshirib olamiz. Biz bu yerdan tekshirib o'tmasak, tushib ketishimiz mumkin. Keling bolalar, bu yerga boramiz. Bu nima? Nimalar bo'lyapti? Bu yerda ulkan metal eshik bor. Bu asosiy tosh bilan mustahkamlangan. Hatto buni ochish ham qiyin. Nima? Bu ochiq ekan. Kuting bolalar, mening kuchlarimga nima bo'layapti? Nega men bu juda ulkan metal eshikni ochyapman? Bu yerda nima bo'layotganini bilmayman, lekin keling bu eshikni yopib yo'limizni davom etishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda yana bizni nimalar kutib oladi bilmayman. To'xtang. Bu yerni ocha olmayapman. La'nati. Mayli, ketdik. Yo'lga qarashimiz kerak. To'xtang, bu predmetlar nimada o'zi? Hayronman nimaligiga. Keling ularga teginmaymiz, chunki bizga zarar yetkazishi ham mumkin. Bulardan chetlatib o'tishimiz kerak. To'xtang, bu yerdagi barcha narsalar juda g'alati, aqldan ozgan hammasi. Biz yo'limizda davom etishimiz kerak va nihoyat qandaydir joyga keldik.
Nima? Oq kiyimli qishloqi, sizningcha shahar hokimi bizni o'ldiradimi? Hokim seni o'ldirmaydi, lekin men seni o'ldirishim mumkin. Bu yerda nima qildingiz, ahmoqlar? Kampo tinchlaring, tajriba muvaffaqiyatli bo'ldi. Biz makon va vaqtni buzib ko'rsatdik. Hammasi joyida. Siz makon va vaqtni buzib ko'rsatdingiz. Buni payqadim. Siz uyni buzib tashladingiz, qishloqni vayron qildingiz, hatto qishloq aholisi ham buzib ko'rsatdingiz. Ha, Kapot, buni orqaga qaytarmoqchimiz, lekin biz qanday qilishni aniq olmadik. Qanday ajoyib qishloqlar. Shunday qilib siz Minecraftdagi vaqtni to'xtatdingiz va buzib ko'rsatdingiz. Aytgancha bu sizning uyingizmi? Ha, Kapot, sinxrofatodron ishlay boshlaganda qandaydir qora tuynik ochildi. Nimadir yuz berdi va uyimni spiralga burilib ketdi. Xulosa qilib aytganda, men hech kimni eshitishni xohlamayman. Hamma narsani avvalgidek qaytarib, bu narsani xalos bo'lishingizni istayman. Muammo aynan shunda. Hamma narsa uning atrofida aylanmoqda va vaqtni to'xtatib tortish kuchini buzmoqda. Ko'rmayapsizmi, Kapot? Biz ham hech narsa qila olmaymiz. Qishloq aholisi, biz bu narsani qandaydir yo'l bilan xarid qilishimiz kerak. Bilmadimmi, sizda qandaydir to'p bormi? Bizda Kapot, bu turdagi tezlatgich bor, lekin biz undan foydalanmaymiz, chunki oxir-oqibat qanday bo'lishini bilmaymiz. Ishoning, qishloq aholisi bundan battar bo'lishi mumkin. Kapot, yo'q, nima qilyapsiz? Agar hamma narsa vayron bo'lsa-chi? Qishloq aholisi, sizlar makonni buzib ko'rsatdingizlar, vaqtni to'xtatdingizlar, qishlog'imizda qanday illyuziya yaratdingizlar. Va endi hamma narsani normal holatga qaytarish vaqti keldi. Xo'p, dushonga olamiz, ketamiz.